Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil 1-mavzudan 96, 97, 98-masalalarni ko'rib chiqamiz. Boshlasak, agar normal sharoitda 96-savol. Agar normal sharoitda 6,4 gramm gaz 4,48 litr hajmni egallasa, shu gazning molekulyar massasini aniqlang. Demak, bizda 4,48 litr gazimiz 6,4 grammni tashkil etyapti. Bizda normal sharoitimiz qancha edi? 22,4 litr. Qancha deb x desak, proporsiya usulida 22,4 litrni 6,4 ga ko'paytirib 4,48 ga bo'lsak, bizda 32 gramm kelib chiqadi. Demak, bizda gazning molekulyar massasi 32 grammga teng ekan. Demak, 96-savolimizning to'g'ri javobi B javob. 97-savolimizga qarasak, sulfat kislotaning molyar massasi 98 gramm taqsim molga teng bo'lsa, uning 0,5 mol miqdorini massasini aniqlang. Xo'p, sulfat kislota molyar massasi 98 gramm taqsim molga teng. Miqdorni topish formulasi mana n teng m kichkina m taqsim katta M. Bu yerda katta M molyar massa, M massa, N modda miqdori. Bizdan so'rayapti, mana massani so'rayapti. Massani topish uchun massani topsak bu formuladan M teng N ko'paygan M. N ko'paygan katta M ga to'g'ri keladi. Demak, massani topsak, mana bu yerda N deb ketilgan. Aslida mana bu M bo'lishi kerak. M teng 98 gramm taqsim molda 0,5 molga ko'paytirsak, mollar qisqarib ketadi. 98 grammni 0,5 ga ko'paytirsak 49 gramm kelib chiqadi. Demak, 97-savolimizning to'g'ri javobi C javob bo'ladi. 98-savolga qarasak, ma'lum bir gazning hajmi 168 litrni tashkil etsa, uning normal sharoitdagi miqdorini molda aniqlang. Demak, normal sharoit deganda biz har doim 22,4 litr taqsim mol xayolimizga keladi. Demak, miqdorini toping degan. N teng 168 litrni normal sharoit 22,4 litr taqsim molga bo'lsak, litrlar qisqarib ketadi. 168 ni 22,4 molga bo'lsak 7,5 mol kelib chiqadi. Demak, 98-savolimizning to'g'ri javobi D javob bo'ladi.